Qoradori 2026 tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari, shuningdek davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Toshkent shahri hududida katta miqdorda giyohvandlik vositalarini tarqatib kelayotgan 2 nafar jinoiy sheriklar qo'lga olindi. Xususan, Namangan viloyati Pop tumani posti yaqinida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1995-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvida bo'lgan avtomashina to'xtatib tekshirilganda 2 kilogramm gashish giyohvandlik vositalari va 8 dona regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlangan. Kimga tegishli bu, hurmatli fuqaro? Sizga tegishlimi? Nima bu? Yosh giyohvand moddasimi? Avtomashinada 1997-yilda tug'ilgan Muqaddam Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi bilan sudlangan fuqaro ham bo'lgan va ular narko-jinoiy sheriklikda birga ish qilishi aniqlanib, barcha ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, olib borilgan navbatdagi tezkor tadbirda Samarqand viloyatining Urgut tumanida 2003-yilda tug'ilgan 2 nafar shaxs xaridorlarga 1 kilogramm gashish giyohvandlik vositalarini sotayotgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Bu nima bu? Chaqsa, chaqsiga qo'ying. Bu sizga tegishli. Bu yerda necha kilo? 1 kilo. 1 kilo. Aybizga iqrormisiz? Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Agarda siz ham shubhali shaxslar yoki uning faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Telegram ijtimoiy tarmog'ida Stop narkobotiga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.